400 bosh o'rdak fermaga kelganman. 200 ta 300 tani ko'rdim-ku, 400 ta kattasini hech ko'rmadim. Shunaqa to'sib qo'yib ham, tepalarini yengil to'sib qo'yib ham yetishtirsa bo'ladi. Atak shunaqa holat ham yozda chiqarsa bo'ladi, lekin qishda bunaqa holat sal qiyinroq bo'ladi. Qor bor, yomg'ir bor. Yarini bitta ko'rsataman. Biz nasib bo'lsa 100 tasini oldik, xudo xolasa, pulimiz yetganicha kelishib. Haqiqatan ham ko'p ekan lekin. Bunaqa 400 ta o'rda bir quruq tug'ib bolalagandan keyin 2-3 mingta, 4-5 mingta ham bo'lib ketsa kerak menimcha. Bir ko'ring-da. Bu aptidan ham o'zi ko'rinib turibdi. Germanskiy degani mashina endi. Mana u vaqti katta ekan-a? Bola olgani zo'rda, bu sot olgani-a? Mo sotsangiz olib ketaman omalik. Yo, bundan bor, qoradan bor, oqidan yo'q menda. Sotsangiz olaman. Lekin bu joyda juda akkuratni qilgan ekansiz. Rosa hafsala bo'pti. Bosib yotibdi. Ha, hozir olaman uni. Yangi joylardan ko'rsatib. Bu endi yopilganmi hozir mana qilib? Ha, orasi yopilgan. Avval mana birinchi hozir mana eshikdan sig'yaptimi? Ha. Mana nima solingan? Bug'doyda bu narsasi ekan-ku. Shalini to'poni-chi. To'pon, ha. Shalini to'poni. 40 santimetrga 40 santimetr bu yog'i. Ha, shu katta. Amaki buni o'zingiz qildingizmi? Ha, to'g'ri. Voy, erinmaysiz ekan, malades. 40 ta 45 tadan boshlab turib 400 dan ham oshiq. Hali yana bosib yotibdi. Ozgina mehnat talab qiladi, zato keyin buni tushunmay ham yaxshi bo'ladi aka. Bu qarang. Kattalar, uni yoniga buni ochib chiqqan maydalar, bular ochib chiqqan maydalar u yoqqa. Konveyer. Voy malades, rosa zo'r ishlangan ekan. Bu boshlang'ich qarindoshlarga kichkina bo'lsa ham foydali kontent bo'ladi deb o'ylayman. Meni o'zimga ham foydali bo'lyapti bu narsa, chunki men bilib oldim o'sha qanday yetishtirish kerak buni. Konveyer qilgandan keyin xudo xolasa menimcha vaqti zo'r bo'lsa kerak. Normalniy biznes. Hech qancha pul sarflanmaganda aslida. Prosta amakida, bu amakining jiyani asosiy egasi amaki. Prosta amakida shijoat kuchli bo'lgan. Libboy narsa rabochida, libboy narsa. Ozgina hafsala qilingan. Libboy ishga ham o'zi hafsala talab qilinadi deyman-da. Ha deb raspakovkani olavermasdan, zapakovkani ham olaylik, yuklash jarayoni.